Assalomu alaykum, men ismim Ahmadjon Ahmadjonov. Bugun men sizlarga energetik tanalar haqida gapirib bermoqchiman. Har bitta insonda 6 ta energetik tanasi bor. Bu degani jami har bitta odamda 7 ta tana, birinchisi jismoniy tana va 6 ta energetik tana bor. Menda, sizda, hozir ayni damda sizda, yaqinlaringizda, butun insonlarda mana shunaqa bog'molchan shunaqa yaratilganmiz bitta jismoniy tana bilan va 6 ta energetik tana bilan dunyoga kelganmiz. Bularning nomlari mana shu jismoniy tana, ikkinchisi efir tana, uchinchisi astral tana, to'rtinchisi mental tana, keyingilari уже hozir aytaman. Kazualniy, budxichеский, atmanichеский shunaqa nomlangan 7 ta tana jami. Efir tanamiz bizga mana shu jismoniy tanaga nima desam mumkin, bog'lanish uchun kerak bo'ladi. Bog'lanish, pristikovka, bir-biriga bog'lanib turish uchun efir tana mavjud. Jismoniy tana bizga bu dunyoga kelib, mana shu jismoniy dunyoda yashab o'tishimiz uchun, tajribalar olishimiz uchun jismoniy tana kerak. Biz jismoniy tananing ichiga kiramiz. Efir tana jismoniy tana bilan astral tanani bir-biriga ushlab bog'lab turuvchi, mana astral tanangiz, jismoniy tanangiz va o'rtada, mana shu o'rta bo'mbo'sh joyda xuddi bir klayga o'xshagan narsa bo'ladi. Bir-biriga bog'lab yopishtirib turadi. Mana shu efir tana bo'ladi. Keyingisi o'sha astral tanamiz. Bu astral tana, bu qayerda yashagan bo'lsak, biz jismoniy dunyoga kelgan bo'lsak va shu yerda yashab o'tib, yana qaytib o'tadigan joyimiz astral dunyo va o'sha yerda bizda o'z astral tanamiz bor. Misol uchun mana jismoniy tanadan ozgina bir 2-3 santimetr chiqib turadi efir tanamiz. Keyin astral tanamiz bitta mana shunaqa balandlikda bo'ladi, astral tana bo'ladi. Har bitta insonda mana shunaqa mavjud. Tadqiqotlar asosida rivojlanishimiz davrida biz shu narsani yana aniqladikki, bizda yana 8-tana ham mavjud. Shunaqa 8-tana ham bor ekan. Dunyolarga bog'langanimizda, energiyalarga bog'lanib, biz o'zimizga quyganimizdan keyin, bizda energiya oshganidan keyin mana shu 8-tana paydo bo'lar ekan. Yaratilmas ekan, paydo bo'lib qoladi. Bizda u dostуп bo'lmagan. U 8-tanamizga rivojlanganimizdan keyingina shu 8-tana ham paydo bo'ldi va shu bilan ishlasa ham bo'lar ekan. 8-tana unikal tana, boshqacha, unda o'zini texnikalari bor. Juda kuchli texnikalari ham bor. Shunaqa kuchli tana ekan. Mana shu tadqiqotlar rivojlanish davrida aniqlaganimiz bo'yicha 8-tana hozir menda bor, meni shogirdlarimda bor. Hozir ayni damda shunaqa. Tanalar bo'yicha qisqacha tushuntirganim shu hozircha.